Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görgücü qarindaşlar. Sual ve cevap namlıq programımız arqalı sizler bilen yeni yüz görüşdük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damollam. Damollam programımıza hoş geldin. Riyasetçi men Abdullahat Ucat. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü programımızda Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin e-mail adreslerine ve Facebook Messenger hesaplarına kelgen bazı suallara cevap verip ötümüz. Bu programımızı kızgın görüşünlerini ümit kılımız. Hürmetli Damollam, kelgen suallarının ki birincisi bir kardeşimiz şunda soraptı. Uygur Müslümanları yani bir dinga etiqat kıldı, bir Kur'an'a ve bir hadis'e işinidu. Yani şunda durup nime üçün bular birbiri bilen ihtilaflaşıdı. Yani birbiriga nime üçün şunda azar beridi deb bu sualni soraptı. Bu sualning birinci kısmı. Vaqt qisqacha tushunib bersalar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala bu kardeşimizden razı olsun. Yüzününki milletin ahvalığa ne kadar köğün yerin boğallığı ve etişkallıqıdın bu açık sualını soraptı. Yani dinimiz bir, Kur'an'ımız bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bir. Boşundaq durup neme üçün bizden işimizden boşundaq talaş tartışlar ya ziddiyetler buludu. Bu sualına cevap verişten burun bir hakikat var, onu bekitiş lazım. O bozumu Allah subhanahu ve ta'ala bütün müminlerini qarindaş bolaşqa çaqadı. Ve birlikten ehemmiyetinin ne kadar zürür muhim ikelligini bayan kıldı. Meyle innemel mu'minuna ihvah fe aslihu beyne ahaveykum diyen ayeti bolsun. Müminler hemiz qarindaş. Özara qarindaşlıqlarını texamı müstehkemlanla, ziddiyet ya düşünüşmeşlik bolsa ıslah kılanla. Onundan başka ayetlerde Allah subhanahu ve ta'ala'nın diniga birlikte esirişqa ve bu dinde talaşta çıkılıp bölünüşünki hata ikelligini bülenmeslikке çakırık kıldı. Bu dinimizin umumi teşebbüsü Müslümanlarınki birisi ige, birisi veli, birisi bilen qarindaş, birisini yaxşılık buyurup yaman işini tosırgan, birisi ige oldıgan, mazlumlarga yardım kıldıgan, zalimlarga birlikte karşı turduğan umumi dinin teşebbüsü muşundan ibaret emdi. Bu nokta bu nimin ifadəleydi o dese bu xuddi Müslümanlardan Allah subhanahu ve ta'ala namaz okunlar, zakat berinlar, hac kılınlar dep nurgun cihat kılınlar dep nurgun ibadetlerge buyurgandek birlikке, hemkarlıkka, özara qarindaşlıqımı muşundaq buyurdu. Nurgun bu hemmisi bu qarindaşlık meseleleri hemmisi bu qalbki münasebetlik manevi işler. Hissi nurgun ibadetli var, insan kılışık digişlik. Ma işler çoğu ise bu manevi yani qalbki münasebetlik muhim ibadetlerinin biri. Allah subhanahu ve ta'ala farz kıygan, bunun buzgunçılık kılışını haram kıygan, şeytanın ve düşmanının ki müminlerin arasığı çoğu bu şundak ziddiyet saldıgallığı, müminlerin birisi ölen cidelgi saldıgallığı bu şeytanın işi. Dep Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İnnemâ yuridu şeytanu en yuqi'a beynekumul adavete vel bagda. Dep şeytanın işkelligini bayan kıygan. Muş birlikin saklaş üçün Allah subhanahu ve ta'ala nurgun işlerden çekligen. Şunun qatarını gayvet kılış. Nime üçün birlik ziyallık. Sukançılık kılış haram. Nime üçün birlik ziyallık. Arak iç haram nime üçün bu düşmanlikni keltirip çıkurdu, uruş idelini keltirip çıkurdu. Abruyun tükeş haram nime üçün deyse kan tükeşke özara Müslümanlar işçide adette ziddiyetinin kilip çıkışı sebep çoğuludu. Yani nurgun günahlarını
nurgun çeklimelerni Allah subhanahu ve taala koydu. Bunun zini ne gelip bardı dese Müslümanlar içindeki birlikni buzuş gelip bardı. Birlikni buzuş gelip bardıganlığı üçün Allah subhanahu ve taala nur münasebette meyli kalpki münasebetlik emelleri bolsun, meyli hissi emeller bolsun, nurgun emellerini ço Allah subhanahu ve taala işlerini şekilde ma'lum işler kızıqtıdı. Yani birlikke elip bardıgan işlerin hemmisini kılış kızıqtıdı. Bunun mandan mükafat var dedi. Birlikni buzurgan işlerin hemmisini çekledi. Bunun cezası mandada bunu mu ço Allah subhanahu ve taala belgiledi. Bu hakikatin tunugandan keyin ikinci bir nokta var. Ummu bir hakikat. O nemeden ibaret dese Allah subhanahu ve taala bu sınaq dünyası boğaçqa insanın hemmisiga ixtiyorlikni berib yaratdi. Yani malaikalarga o insan o'xshamaydi. Malaikalarni Allah subhanahu ve taala la ya'sunallaha ma amarahum ve yef'aluna ma yu'marun. Ular Allah buyurganini qiladi, Allah qasi olmaydi dedi. Lekin insan qıço dese Allah buyurganini qilish ixtiyorligini, erkinligini berdi ve buyurganini qilmaslikdan ibaret bu erkinlikni mu dünyada berdi. Dünyada insan ve hadaynahun najdayn. Yamanlıqның, yaxşılıqның yolu işkilisi şu bu insana nispeten uçuq. Yani yaxşılık qılay desi qılalaydı, yamanlık qılay desi şu insan qılıdı. Qıyğan yaxşılıqның mükafetini çokum alıdı. Eskilik qıyğan bolsa şu, bununla tövbe qılmagan bolsa, onun cezasını mı şu Allah afu qılmasa tatıdı. Demek insanda yaxşılık yolu demeyiş, yamanlık yolu demeyişten ibaret. Bu işkili yolunu Allah subhanahu ve taala insan mağalaydıgan kılıp yarattı. Onda boğandan keyin bu birlik şundak muhim bolsumu? Birlik meseleleri bir ümmetinin galbi kılışı, üstünlükki erişişi, düşmanın üstünün galbi kıldıgan, küçki erişişi birlik ölen bulduğan bolsumu? Lekin bu birlikke emel kılmaydıgan, bu birlikni buzuşka hareket kıldıgan insanlar çoğu tarihten buyan insanlar cemiyetinde meyli Müslümanlar işleri bolsun. Bulup Müslümanlar işçide başka din başka insanların çokumba Müslümanların işçide bu bulup geldi. Hususen bizninki yakın tarihimizde bu birlikninki şundak ehmiyetinin zorluğu enik bolsumu, bunun zinini şundak eğer tatkan bolsak mı, yanıla ço dese bu birlikninki ehmiyetini yaxşı tunumavatkan, bununla emel kılmavatkan nurgun insanlar ço cemiyetimizde, işçimizde var. Nurgun insanlar hatta birlikten işinin yırağlap durup birlik asasını iş kıysak bulutu deydiğen insanlar çıkamdı. Bu mu nimo dese bizdeki her xil nadallıqninki tarışı, dinimizini boğan düşünceninki aciz boğallığı hemmeden muhimi kalbimizdeki imanninki acizliğininki bir delili. Nima üçün dese şu qom insanın kalbide iman hakiki güçlük bolsa, imanın nuru güçlük bolsa, nurgun hata işlerini çeklaydı. Bugün bizning Uyghur halkının içinde adette mezhep farkları mesela Şia Sünni degandek mesela Şia mezhebi ya Sünni mezhebi degandek ya ki birisine ait aşkın haddinin aşkın supi yani birisi aşkın manda supi karşı bir yülniş ya ki bir grup ya cemaat degandek bunda bir ahval yok. Alahide dini meselelerde bizninki ziddiyetimiz yok. Uyghur Müslümanlar içinde hemmisi bir mezhepte bir xil qarashda asaslık dini meselelerge boğan qarşı oxşaş. Alahide dini meselelerde ihtilaf yok. Dini meselelerde ya ki dini hükümlerde alahide zor talaşlat yok. Lekin bu yerda yanıla hakiki birlik biz ümit qıygan İslam bizden talep qıygan hakiki birlik yok. Nima üçün dese nurgun kalbi kiseller bu birleştin şu tusap qelawatıdı. Bugünkü asaslık ziddiyetke sebep bulavatkan amilla nimo dese en birincisi nadallık. Yani umumi halkımız içine nadallık bu birinci sebep. Nurgun mümkün ehlilin buluşu mümkün. Ya ki hatta profesör oluşu mümkün. Yani biznesi buluşu mümkün. İnsan her xil unvanga erişişi mümkün. Lekin şu unvanga erişip durup mu yani nadamlısı buldu kenemde. Yani o insanın ma'lum bir unvanga erişişi, ma'lum bir sahada tunulgan buluşu bu adam her taraftan işin joyida qiladigan, her taraftan ummatni birlashtirishga kuchaydigan alahidligi va degan olmaydi ekan.
Yani nurgun insanlar nadallıqның sebebinden yoki o'zining qilayotgan, da'vatgan ishininki nega kelib bordiganligi, millatni nega qanday xafalıqlarga tiqdiganligini o'ylashmay nurgun gapni ya nurgun ishni qilib qo'ydi ekan. Bu birinchi sabab nadallık sebebi. İkinci sebep şu desa bir xil menmenchilik endi. Bu menmenchilik kimde oluştan qat'iy nazar? Mümkün teşkilatda buludu, mümkün ehli ilimde buludu, mümkün profesörde buludu. Yani nurgun adamda bu menmenchilik kesili çoğu. Yani şeriatta bunun tekebburluk deymiz. Bir adamninki men tekebbur deb chiqish lazım emas. Yani hech kishi bundaq demaydi o. Sende tekebburluk var mı dese hem adam ya bu nauzubillah Allah saqlasin mende tekebburluk yok deydi o. Lekin şu shaxsninki kim bo'lishdan qat'iy nazar mengayotgan yo'li yoki da'vatgan gipi, qilayotgan ishlari cho nurg'un alomatlar bilan bizga bu şu har qanday bir shaxsning qalbida naqadar bu kasalninki ig'ir ekanligini uqtirdi. Shuning uchun bu takabburlik illati nihoyatda yomon illat. Shariatda buni cheklagan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har qanday odamning qalbida zarrachilik kibr bo'lib qolsa bu cennet kiremeydu, cennetten fıryanmaydu degan alohida ig'ir bir günah. Lekin mush günah, mush illat, mush kesal har qanday bir odamda bo'lib qoldi ekan, bu odam boshqalar bilan hamkorlashib qarindosh bo'lib yashaolmaydi ekan. Bundaq odam boshqalarga yetakchi bo'lib nurg'un xalqni o'ziga ergashtirib ma'olmaydi ekan. Bundaq odam cho'qim o'zining shaxsiy manfaatini yoki o'zining shu jamiyatdagi o'rnini saqlab qolish uchun har qanday ish qilishga tayyor bo'ldi ekan. Shuning uchun ikkinchi eng xatarlik bir sababi bizning ishimizdagi bugungi qalaymuqanchilikda cho desa, hamma odam bilarman. Nadammi bilarman, ahlirimmi masalan haqliq bo'lmagan ishlarda hammadan bek bildiganligini da'vo qiladi. Siyosatda hammadan gap qila oladi. Tashkilotchilikda hammadan gap qila oladi. Din masalalarida hammadan gap qila oladi. Bir odamning bir ma'lum masalada alohida tecrübesinin balığı ya ilmi seviyesinin balığı hürmet kılınmaydı köpinci halatta nurgun kişiler tarafından şunun olan çoğu dese bu nemin alameti dese hem adamda şu cemiyetteki şu ziddiyetki sebep bulavatkan amillardı çoğu dese bu tekebburluk kesilinin ki ne kadar yamrap ketkenliki sendim men noçi sen kılanmağını men kılalaydım ya ki sen kılanmağını men kılıyutumen digen muşundaq bir yo'linishda havoda ketyapmiz. Lekin hammadan cho desa haqiqiy xizmat, haqiqiy xalqimizni zulmdan qutqizadigan vatanning ozodligi uchun ma'lum bir qadamlar bosildimi? Natijalik desa, bugungi sharoit, bugungi dunyo vaziyatininki bizning da'voyimiz qatta naqadar foydali bo'layotgan ma nuqtalar qarag'an vaqtda texi alohida cho'ng bir qadam bosgan ahvollar yo'q. Muşularning hammasi nadallik, aşınaq takabburluq, menmenchilik, arliqdiki bu tabiiy holda üçüncü bo'lib bu yerda Xitoyninki alohida quli bor. Bizning ishimizdagi ziddiyatlarning shunday yamrishiga Xitoyning alohida quli bor. Bundaq deganlik ya sen bir odamni, ya'ni ya bir tashkilot ya falan shaxs bir odamni unda demoqchi emas biz bu yerda. Lekin nima desa, ma'lum shaxslarni ko'zir qilib turib, balkim o odamni uni o'qimaydi. Jamiyat qarsa hamma odamning kaynidan gap bor masalan. Hozir Facebook'ga qaraydigan bo'lsa, shu WhatsApp'ga qaraydigan bo'lsa, saq odam yo'q hamda. Saq tashkilot yo'q, saq odam yo'q. Hamma odamning kaynidan cho bir xil har qaysi shu shaxsga loyiq keladigan bir shaklda cho desa, bu yerda nurg'un tuhmatlar, nurg'un suiqasdlar, nurg'un yuzun tukashlar, nurg'un şu mayli shaxs tashkilotlarninki hech qanday bir ishga yaramaydiganligidan iborat mushundaq gaplarni qilishlar shaxsga loyiq keladigan xato iboralab qoldim. Ya'ni hozir nim qilamadim men. Demakchi o'g'lim nima desa, tashkilotlarga shaxsga loyiq keladigan holda bir tuhmat bodilda agar anda ifodalagan bo'lsam u xato bo'ladi tabii. Demakchi o'g'lim nima desa, har qanday shaxs bo'lsin, tashkilot bo'lsin, saq odam yo'q hamda. Mao masalan bir yaramliq ish qildi yoki to'g'ri yo'lda mangdi deydigan odam yo'qdek, mushundaq bir havo bor.
Emniyet iş undaqmı dese, emniyet undaq emas. Yani Emniyet undaq emas. Bu çokum nimenin kuchi bilan bo'ladir desa, bu yerda shu bizning dushmanimizning kuchi bilan bo'ladir. Tarixdan buyon çokum dushmanlar odatda mushu o'ziga qarshi har qanday bir dushman qarshi tarafning shu ichiga ziddiyat solishni, bularning ichida har xil fitna fasodni terishni alohida o'zining cho'ng g'albisi deb keliglikam tarixdan buyon mushu uslubni bizga nisbatan shu dushmanimiz har xil shaklda bizning shu uyg'urcha so'zlaydigan yoki uyg'urcha yozadigan ashunda qalamlar ashunda eg'izlar bilan shu bizning ishimizga nurg'un ziddiyatlarni selishqa bular alohida kuch chiqaryapti. Bunun neticesinde hem de başka nurgun amillarımız bizde boğaçqa şuna bilen qo'shab, andın içimizde çoğu nurgun ziddiyetler bah. Bu ziddiyetler bah deganlikning o'zi bu yerda haliqi hamkorlik yo'qmi, zodi biz tugashgan bir millatmi degan bir unda yomon bir tushuncha kalliq kelib qolishi mumkin. Ish amaliyotda undaq emas hamda. Ya'ni amaliyotda bizningki mayli siyosiy da'voda, mayli diniy tarafdan, har tarafdan nurgun hamkorliklar bor. Nurgun ishlar birlikda qilinyapti. Nurgun ishlar alohida natijalarga qarab yuzlanyapti. Mush hamkorliklar taxim kuchlansa, vaziyat har tarafdan pishib yetilsa, inshaalloh nurgun o'zgarishlar bo'ladi. Bu yerda eng muhim nuqta nima desa, biz bir tarafdan umidvor bo'lish, ya'ni millatimizning ichida cho'qim nurgun hamkorlik, nurgun birlik bor. Buzg'unchilik bormi? Albatta bor. Lekin buzg'unchilik va bu millatning ichida deb o'y kirib yetish kerakmi? Hammadan o'zining ishi bilan bo'lash kerakmi desa, albatta yaqin. Albatta har qanday odam o'zining qo'lidan kelishicha tirishchanlik qilishi, jamiyatda bir kishilik hassasini qo'shishi bu islomning buyrug'i, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashabbusi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odatda jamiyatga aralashgandan keyin kishilarga aralashgandan keyin bu kishilardan bir azar ba'zi musibat, ko'ngilsizlikning yitirganligi, buning sabr qilishning o'zi yolg'iz turganlikdan cho afzal ekanligini alohida bizga cho ko'rsatgan. Shuning uchun biz aradagi ziddiyatlarni amal qilib kichikiltishga, yo'qitish, kichiklarni yo'qitish, cho'nglarni kichikiltishga, o'zaro hamkorlikni taxmin kuchlantirishga, bu yerda haliqi majburiy hamma odamni, masalan, kommunizmdek hamma odamni majburiy ittifoqlashtirib, bir yerga kelib, bir o'yga sulg'ini bo'lmaydiganligidan iborat bu haqiqatni bilishga chaqirimiz. Shuni bilan birga desa, bu har qanday bir inson, shu ba'zi odamlar nihoyatda namunalik fikrlarni o'tirib qo'ydigan, lekin insonlar jamiyatida bu amaliylashishi mumkin bo'lmaydigan. Har qanday odam o'zi yashagan oilasini o'ylasi bo'ladi. O'zi bilan balları bilan bo'lgan munosabatini o'ylasi bo'ladi. Nurg'un vaqtda shu desa er ayol o'tirsida ko'ngilsizlik yuz berdi, bola bilan dada o'tirsida ko'ngilsizlik yuz berdi. Bu dunyo mushundaq dunyo. Ma haqiqatni unutmaslik kerak. Bu haqiqatni unutmagan vaqtda andin biz o'zaro ziddiyatlarimizni kontrol qila oladigan, mushundaq o'xshamasliklar bo'lsa-mu hamkorlashla oladigan saviyaga qachon yeta olamiz desa, o'zaro ziddiyatlarimizni yoki tushunishmaslik masalalarni yaxshi analiz qilib, bu tushunishmaslikni amal qilib, yo'qtirganni yo'qtib, kichigiltirganni kichigiltib, bilmagan vaqtda andin dushmanning ustidan g'alaba qilgan bo'ladi. Lekin gapning yo'g'inni qilib qo'yib, bunda ziddiyat va bu tugashgan millat, u olgan millat, bu olgan millat deb o'zimiz hech chiqmay o'ltasak, masalan, hech qanday tirishchilik ko'rsatmasak, bu yo'lda biz ziyon tortgan odam biz bo'lamiz. Bu dunyo jafo bilan, laqad xalaqnal insana fi kabad deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu hayot degan shunday jafo mushaqqat bilan to'lgan hayot. Alloh subhanahu va taolo bütün insonlarni bu hayotlikni shunday yaratdi. Jannat bilan farqi mushada bu hayotlikninki. İnsan bu hayotida nurg'un shunday ko'ngilsizliklarga, nurg'un qiyinchiliklarga, jafo mushaqqatlarga, o'zaro ziddiyatlarga duch keladi. Qandaq inson haqiqiy iqtidorli inson, odam desa, mush ziddiyatlarni yengib, o'zining kimligini o'zini yo'qotib qo'ymay, ya'ni o'zining qarindoshlari bilan hamkorlashib ma'olaydigan, natijali ishlarni qo'lga keltira oladigan inson andin haqiqiy yaramliq inson shu. Bu jamiyatdagi buzuqchilik yoki ko'ngil xolimaydigan ishlar deb jamiyatni tashlab, o'zini tashlab, shuning bilan hech o'zim kelmay, hech qanday hassim bo'lmay,
mesela yo'qolib ketishning o'zi bu shu insonga nisbatan shu ig'ir bir mag'lubiyat. Allah razı olsun da oğlum. Sizin yukarıda nadallık, menmençilik, ondan keyin Xitoyning qo'li bog'liq sababidan shunday ixtilof kelib chiqdilar. Bu to'rtinchisi qo'shib qo'ysak agar masalan bizning millatimizningki o'zaro ixtiloflashish, tafriqachilikning ziyonlarini bilib yetmaslik. Tabii. O Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ dedi. Yani sizler talaşlar çıkmanlar, ziddiyetleşmanlar, bir cidelleşmanlar. Bunda bop kalsanlar sizler mağlubiyet uçraysızlar. Sizlerin kuş kuvvetinler çok zaya olup gidiyor dedi. Bunun ahirtisini çok dese وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ dedi. Yani özara sizler birisi sabır kılıp durup, birisinin eğirçiliğini kötürüp durup, muşundak yaşanlar. Muşundak kıysanlar sizler galbi kılalayısılar. Allah sabır kıyguçlarını yaxşı kirdi dedi. Sizler hayatta bunda bizlerin bilip turunlar demedi. Belki bir yerde sabır kılınlar dedi. Sabır kılış diyen nemeden bu kaçan sabır kılımız dese insanga bir xaprıq yetken vaqt sabır kılımız. Şuna ama musibet sabır kılımız, bizimiz ağrıp kes sabır kılımız, kesel olup qalğanı sabır kılımız. Muş talaş tartış qılmanglar degan ayetning aqsıdıllam vasbiru deyişi nima dese şu talaş tartışning qılmaslık üçün, bunun ziynini tartmaslık üçün özara birisinden kelgen ma'lum xafalıqlarga, ko'ngilsizliklarga chidanglar degan gapimdi. Yani şu ko'ngilsizlikka, xafalıqqa, tushunishmaslikka, ba'zi gap talashishga mushularga chidab, do'stliqingni, birligingni saqlanglar. Ayna qila olsanglar, sizlar g'albi qilasizlar, Alloh yaxshi ko'radigan bandadan bo'la olasizlar. Agar unda qilmasangiz shu talash tartış qilib, oxirisida dushmaningizga yem bo'lasizlar degan gapimdi buning mazmuni. Shuning uchun chuqur bu har qanday bir inson hayotida sabr qiling desa, bizning odamimizda xato, sabrni xato tushunadigan ish bor. Xuddi Xitoyning zulmiga sabr qiling deydi. Xitoyning zulmiga sabr qilmay portlab ketang. Yani bunun bu yerde sabr qilish deganlikning o'zi nima desa, Qur'oni Karimda masalan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab deydi. Hisobsiz ajr berilganligi kim desa, sabr qildiganlar. Nurg'un oyatda sabr qilish degan chidamchanlik degan gap. Dushmanga qarshi turish uchun chidamchanlik bo'lish lozim. Jihad maydonlarida chidamchanlik bo'lish lozim. Birlikni saqlash uchun chidamchanlik bo'lish lozim. Yani bazı açığını kontrol kılalaydıgan, özünü kontrol kılalaydıgan, qarindoshlardan kelgan aziyatlarga chidayalaydigan, bo'lgan vaqtda andan birlikni saqlığını bo'ladi. Oilada chidamchan bo'lish lozim. Xotin bilan urushib qolsam, xotinni taloq qilib, balni yetim qildigan bo'lsa, bu sabr qilinmaslik hamda. Mayli xotin, mayli er bo'lsin, ikkili taraf sabr qilalaydigan, yani birisidan yetken ko'ngilsizliklarga chidayalaydigan bo'lgan vaqtda kichik bir oilani tutquni bo'ladi. Çoğun bir cemaatni, teşkilatni saqlab qilish, cemaatleşish, teşkillenish, muşularning hammasi uchun insonlarni sabr qilish, ya'ni sabr qilish deganlikning ma'nosi nima desa, har qanday qiyinchilik, mayli o ma'naviy qiyinchilik bo'lsin, mayli moddiy qiyinchilik bo'lsin, shuni ko'taralaydigan, shuniga chidayalaydigan amilni inson o'zini hozirlay olsa, shu chaqda oilaning joyida olib mang'ini yaxshi jamoat bo'g'ini, dushmanga qarshi to'g'ini bo'ladi. Agar unda bo'lanmay kichikgina ishqa vaqt deydigan bo'lsa, o chaqda har tarafdan inson mag'lub bo'ladi. Yani sabrini masalan Xitoyning zulmiga sabr qiling deganlik emas qomda masalan. Albatta unda sabr qilish, qarshi turish sabr qiling degan gap. Şununla layıqida tayyorlik qiling, harakat qiling, shu harakatda sabrlik bo'ling. Nurg'un kelgan uchragan qiyinchilikqa chidamchan bo'ling demakdir. Sabr qiling deganlik zolim bilan jihad oyatlarining ko'p qismining oxirisi sabr qilish bor. Nima uchun desa, buning jihad deganda nurg'un jafo va qonning to'kilishi va yaqin do'stlardan ayrilishi va masalan mol mulkdan ayrilishi va buningga chidagan odam qila oladi o ishni. Chidamagan odam qilolmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda nurg'un yerda desa, sabr qilinglar, Alloh sabr qiluvchilar bilan, Alloh sabr qiluvchilarga bundan mukofot berdi, g'albi sabr qiluvchilarning deb nurg'un misollarni, nurg'un buyruqlarni Alloh subhanahu va taolo bizga ko'rsatgan. Alloh taolo hammamizni din millatga foydali ishlarda imkoniyatning yetishicha ittifoqlashishni nasib qilsin.
Kardeşimizin sualının ikinci bir kısmı. Yani bizning millat xususan chet eldagilarimiz uchun bir-birininki ko'z qarashlariga, fikrlariga, tushunchalariga hurmat qilib, inoq ittifoq yashamaydi deb buni so'rabdi. Bu endi yuqoridan bir qismini deb o'tdik. Bu anaqa birisining fikriga hurmat qilish, birisi bilan inoq yashash uchun ilm bo'lish kerak endi. Cahillik degan sifat bizda bo'lgandan keyin haliqa bizda bir gap bor, masalan chilak yarim bo'lsa bek chaldaqshiydi deydigan. Xuddi shuningdek ilm tarafdan cho desa, nurg'un kamchilik bo'lgandan keyin, nurg'un chala bo'lgandan keyin shuning bilan andin qarshi tarafning fikrining nima ekanligini yoki u masalan diniy masalalarda u fikrining bir yo'lliq tarafi bormi yo'qmi uni bilmay turiblam shuning bilan qalaymiqan qarshi tarafni ayblab ketirgan, tillab ketirgan, qarshi tarafning fikrini qabul qilmaydigan bu shunaqa ahvollar jamiyatimizda bor. Biz masalan burunqi to'rt mazhab bor masalan islomda. To'rt mazhab egallarining nurg'un masalalarda o'xshamaydigan fikri bormi desa o'xshamaydigan fikri bor diniy masalalarda, nurg'un fatvolarda o'xshamaydigan fikrlar bor. Shunda o'xshamaydigan fikrlar turib, shu vaqtdagi to'rt mazhab egallari hammasi biz-bizga duo qilgan. Hatta biz-bizning ustoz shogirdlik munosabatlari bo'lgan. Uningdan boshqa shu zamondagi burunqi olimlarning o'zaro yozishgan xatlari biz-bizga, birisi-birisiga bo'lgan hurmatlari hammasi qarasa shunda o'xshamaydigan. Masalan Imom Navaviy rahimahulloh desak, masalan Imom Navaviy Shafiy mazhabidagi bir olim. Imom Abu Hanifaning gapini aytsa, uning raddiya berishini aytiladi masalan. Lekin rahimahulloh deb mush sifatni oxirisiga mush duoni qo'shib aytildimda. Abu Yusuf manda degan, Alloh uning rahim qilsin deb gapni aytilib turib, uni raddiya berdim ilmiy tarafdan. Asli bu millatdagi sog'lom ideya, sog'lom fikr qachon desa bu fikrni o'xshamaydigan bo'lishi bu cho'ng masala emas. Lekin bu fikriy o'xshamaslikni mayli diniy tushunchalarda, mayli siyosiy tushunchalarda qanday qilgan vaqtda bu ziddiyatlashib biz bilan urushning oldini olaydigan holatda kontrol qilish va ikki taraf masalan o'xshamaydigan fikrdagi ikki shaxs birisining fikriga hurmat qilish. Şuna İmam Şafii'nin bir sözü var. Benim sözüm to'g'ri, xato bo'lish ehtimolliği var. Başka mazhabdagi yoki başka bir olimning so'zi xato, onun to'g'ri bo'lish ehtimolliği var. Yani mening sözüm mening qarshimda, fatvolarim menga nisbatan to'g'ri. Lekin bu fatvo amaliyotda xato bo'lib qolish ehtimolliği var. Başka adamning gapi menga ko'ra xato. Lekin amaliyotda to'g'ri bo'lib qolishi mumkin degan. Shuning uchun biz sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, shu sahobalar qatori bu nurg'un hadisning yetmaganligi sabablardan masalan yoki ma'lum hadisni tushunishda nurg'un ixtiloflar bo'lgan. Tushunchalarda xilma-xil qarashlar bo'lgan. Lekin bu qarash desa ziddiyatga olib bormagan. Xususan diniy masalalarda. Keyingi mayli to'rt mazhab imomlari bo'lsin va uningdan boshqa nurg'un islom tarixidagi katta olimlar, biz mumkin Shafiiy bo'lishi, biz Hanafiy bo'lishi, biz yana bir Maliki bo'lishi mumkin. Lekin arliqda desa, umumiy birisi-birisiga duo, birisi-birisiga hurmatlash, fikrni ma xato, ma dalilga asosan degan bo'lsa-mu, lekin odatda o'zaro hurmatlashish shu islom ummatida yo'qolib ketgan emas. Bizning ishimizdami bugungi kunda mayli vatanimizning yaqin tarixiga qaraydigan bo'lsak, cho'ng ahlimlar ishida unda nima yo'qdi. Nurg'un masalalarda o'xshamaydigan qarashlar bo'lsa-mu, alohida biz bilan ziddiyatlashadigan unda ahvol yo'qdi. Biz masalan cho'ng bo'lsak, ahlimlar hammamiz bija kelalaydigan, odatda bijdosqanda o'ltiradigan, bijdosqanda o'ltirib nurg'un masalalarni talashadigan, deyishadigan, ma'lum masalalarga o'rtaq fikr keladigan, o'rtaq fikriga kelmagan masalalarda hammadan o'zining fikri bilan qoladigan mushunaq ahvollarmi ahlimlarimiz ichida cho bati. Chet elga chiqqandan keyin hamda chet eldimi yana umumiy ish bo'lma deganda masalan 70-80% degidek ahlimlarda birisi-birisini hurmatlaydigan,
birisi-birisiga yo'l beradigan, bir so'rinda bo'lib qolsa, cho'ngni cho'ngchi hurmat qiladigan, shundaq alohida yaxshi ahvollar yo'q emas. Bor. Lekin har qanday narsaning nachirini inson bek ko'radigan bo'lg'achqa, nurg'un ijobiy, nurg'un yaxshi tarafni ko'rmay qoldi ekanmiz. Anna yaman tarafni suvning ko'piga ustiga chiqadi degandek, yaman tarafni bakrak ko'rdi ekanmiz endi. Shuning uchun mas'ul qarta, ya'ni shu nadonlikni tugatsak, dinimizga bo'lgan tushunchani taqim chunqurlashtirsak, kitap o'qisak, nurg'un kitaplar tarjim qilindi masalan. Nurg'un mayli fatvoga aloqador bo'lsin, mayli boshqa masalalarga aloqador bo'lsin, nurg'un kitaplar bor o'zimizning tilida. Unda bo'lgandan keyin dinimizni yaxshi tushunsak, ilmiy saviyamiz ossa, shu chaqda cho'qim birisi-birsimizninki hurmat qiladigan, birisi-birimizning fikrini bu ya masalan fosiqlik ya o'chi-bo'chi demasdan, balki her ziddiyat, her o'xshamaslikni o'z joyida qo'ya oladigan alohidlik nima bilan keldi desa, ilm bilan keldi. Qachoniki nadonlik bizni egallab olsa, bu dinimizni bir tarafdan ko'rib qolsak, umumiylik ko'may, masalan, shuning bilan talash tortish kelib chiqdi. Masalan, bir misolni deb qo'yay. Masalan, o'tgandalik koronaning masalasi chiqdi. Xitoy virusi, juqamdi degan masalalar chiqdi masalan xalqimiz ichida. Shu vaqtda ma'lum shaxslar, voy bu bizning ishimizda odamlar bo'ldi. Voy bu quruq gap, kasal juqdi degan gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam la adwa va la tayr deb tikan. La adwa degani kasal juqmaydi degan gap hamda. Kasal juqmaydi deb tikan. Shumulnish yo'q deb tikan, deb mask taqib olganni yo biz kurashmasa ayiblayotgan masalan. Kasal juqdi degan gap quruq gap, bu Allohning taqdiri bilan bo'ladi hamma ish. Deb ma shaklda tashviq qilganlar ya gap qilganlar bo'ldi. Masalan, azsanda bo'lsin. Bu nimani ko'rdi desa, kitobning bijbitini ko'rib qolganlik endi bu. Kitobning ikki bet asli bu. Ikki bet kitobningki bir bitini ko'rib, bayan qibetni ko'miganlikdan kelib chiqqan natijamdi bu. Mushu adam ayda degan adam, bu bir misol faqat, ya'ni nurg'un masalalarda. Kitobning ishkili bitini ko'rsa asla, ishkili bitini ko'rsa, ishkili tarafini, masalaning har tarafini obdan bo'lalasa, o'chaqdi manda vaziyat, manda gap kelib chiqmaydi. Bir olimlarimiz mahadis bo'lsa, uningdan boshqa bu jo'zam kesiridan qaychinglar degan hadislar bor. Bunda juqumliq kasal targ'an bo'lsa, unda ya kirmanglar, sizlar u yerning ishida bo'lib qolsanglar, unda shaharda boshqa yerga chiqmanglar degan hadislar bor. Shu olimlarimiz bu ishga hadisni yoki bir necha hadisni jug'lab, bunda qilish lozim deb to'g'ri bir yakunni, yo'lni chiqariqliq bu masalada. Masalan, bu shunga o'xshagan masalalarda. Ziddiyat qarshi tarafni uqmaslik nereden kelib chiqdi desa, kitobning bijbitini o'qishdan kelib chiqdi. İkinci betni okumaslıktan kelib chiqdi. Yani demakchi o'g'lim nima desa, saviya assa her tarafdan, siyosiy saviyamiz assa, diniy saviyamiz assa, diniy masalalardagi ziddiyatlarimiz chuqur azlaydi. Siyoset saviyamiz, dunyoni tushunish saviyamiz assa, siyosiy masalalardagi talash tortishlarimiz chuqur azlaydi. Allah razı olsun da olan şu bizdeki xususan vatandaşı siyasi faaliyetlerine karşı oturduk ihtilaflar. Yani hemmeden mesela bir işini kılsa ya şunu yaxşı kılarsa fakat muşu iş doğru vatanın azatlığı muşununla keldi ya ki muş en uç hizmet muşu dep başkalarınki kılıvatkan işlerine kıymet vermeslik, onu itibarga almaslik, şunda işlerin kelib chiqyapti bu asosli ixtilofiy masala siyosiy sohadagi. Alloh hammamizniki nazar doirasini keng qilib bersin. Endi davollam yana bizningki xonim qizlarimizning ayollardan kelgan bir savol bor. Bu ailaga aloqador savol. Bu hemşerimiz şunday so'rabdi. Masalan, birinchi hamda erlarning ayolini urishning hukmi nima islomda? Bu savolga bir javob bersizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Birinchi bo'lib, tabiiy holda urush degan umumiy shariatda bu urushning hukmi 3 xil.
Birincisi haram emdi. Yani her kandak vakitte bir insanı bir günah halette uruşunun özü bu haram. Bunun hükmü Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde her kandak bir insan zulüm kılışını haram kıygan. Zulüm kılışının en yukarı çekinin bir kaysı edilse uruş emir. Bu birinci noktandı. Çokum insanlar birisini bakadım baka umaslık lazım. Yani zulüm kılmaslık lazım. Zulüm kılış haram. İkinci uruş vacip. Kaçan uruşta. Yani düşman bilen, Müslümanlar düşman bilen uruş kıygan vakitte, Cahangir bilen, Ziminli Besuağalı bilen küreş kıygan vakitte uruş vacip. Ya ki şeriattaki malum cezanı, yani kısasını icra kıygan vakitte uruş vacip emdi. Bu çağda. Tabi halda uruşta mücahitlerin kulu bilen buludu. Ma ceza icra kılış meselesi şu bu sotninki kararı bilen buludu. Şahslarının üzerine hakkı emas bu. Ceza icra kılış. Şeriatının men cezasını icra kıldım dep kuçuda kalayımkan iş kılış olmaydı. Silahlar şu fakat uruşnunki İslam'daki mesela bir kişinin uruşnunki hükmü hakkında toxtatılığı. An üçüncüsü hem de mubah boğan. Yani mubah boğan degen durus boğan bir uruş edep ügütüş üçün. Bu kim geldiyse ayalga ve şundakla küçük balığa ve okutkuçu şagirdlerine küçük vaxtıda. Bu uruş ne? Şeriat mubah yani durus uruş de belgelegenemdir. Bu mubah degenlikning özü bu vacip degen gap emas hamda. Yani umus bo'lmaydi degan gap emas. Ya sünnet degan gap emas hamda. Durus degan gap. Ma'u birinchi urib qalsa-da. Urib qalsa durus degan gap. Andın bu uruş meselesi şeriatta bunu Kur'an-ı Kerim'de alahid belgiledi. Şu reti boyunca buluş lazım. Yani ve in khiftum nuşuzahunna fa'izuhunna vahjuruhunna fil madaci'i vadribuhun. Onda da davallar ben sualın ikinci kısmını mısır atay. Onun ikinci artasını aldık mesela. İkinci kısmı da mesela eğer ayalını bir erkişi uruş durust dep kalsak kandak şaraitta ya ki ayal kişi kandak hatalık ötküsü uruş durus ve bu uruş durust buldu degen takdirde yani kançılık derecede uruş durus bu şekilde soğalgan sorup bunu bu şekilde cevap verseler yaxşı oldu. Tamam. Şeriatta mubah dedi kaçan dese nuşuzahun dedi. Bu en muşuz süpet tepiliş lazım hem de ayalda. Hoş. Yani ayal ergi boysunmaydıgan. Erinin hiç kanday gipini anlamaydıgan. Oltıran diye yerde oltumaydıgan. Bağman diye yerde bardıgan. Kımman diyen işini kıldıgan. Öydümü mekkilen desi unumaydıgan. Yani erinin gipigi boysunmaydıgan. Muşunda bir hale şekillendi bir ayalda. Hoş. Bundak halette hem de er kişi en birinci kılışıktaki işini mi, vazifesini mi, kılışıktaki iş dese fa'izuhun. Nasihat kılış. O ayalga nasihat kılış lazım. Çıraylık yap kılış lazım. Yani ayalga o bir mümin, Müslüman ayal boğandın ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hadislerini esiltiş lazım. Yani ergi boysunuşunun vacip ikenligi. Erge boysunmaslıqның özününki ayalının Allah'ın lanetiga uçraydiganlıqqa sebepçi bulduğanlıqı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela eğer bir ayalını iri çaqırıp o ayal kegini unumay yerinin yanıga yani buyruqu boysunmay gipigi unumasa batat fa'aleyha tel'anuhul melaike dedik yani. Tel'anuhal melaike. Birinci olap malaikeler o ayalga lanet okuydu dedim. Allah'ın yakın bendisi olan malaikeler lanet okuydu dedi. Yana bir hadiste bunun mı xatarlik emdi. Kandak bir ayal yerinin gipigi unumay yassa yani keç qiysa
bu ayal ta yüzünün taat kuchulak Allah o ayalga g'azab qiladi dedi. Allah'ın g'azabi o ayalga buludu dedi. Her kandak bir mümin ayal çokum iyirigi boysunmagan vaqtda bunu eslish lazım endi. Yani iyiri ya yüzü vasiyat nasihat qilish lazım, yüzü qılanmasa ehli ilimlarni chaqirib bu orqali shu nasihat qilish lazım. Yani bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayal kişi 5 vaqt namazını joyida o'qisa iymoni keltirgandan keyin Ramazonni tutsa, iyirigi boysunsa cennetning qaysi ishkidan kirishni xolis shuningdan kirdi dedi. Demak, ay namoz o'qish, zakat berish, namoz o'qish, Ramazon tutish qandoq muhim bo'lsa bir ayol kishiga nisbatan erigi bo'ysunish shu ashundoq muhim. Ya'ni ayol erigi bo'ysunishni bir ibodat, mening Farvardigorim buyurgan bir ish deb tunish lozim. Mushundaq tungan vaqtda erning talebi o ayolga eg'i kelmaydi. Xuddi namoz o'qish mu'minga eg'i kelmagandek, Ramazon tutish eg'i kelmagandek ayolga erning talablari eg'i kelmaydi. Bo'lmasa shu desa xuddi meni qul qilyotdi bu, meni izyotdi degan shayton bugungi zamonda bu shaytonlar ko'payib ketdi-da. Hamma yerda mush quruq gap bor. Bunda olib ketsa bu chaqda shu desa, chuqum o ayol erning gipi xuddi erning gipiga bo'ysunishining o'zi o ayolni qulni o'rniga tushirib qo'ygandek tuyg'u kelib qoladi, shuning bilan gap eg'i keladi. Buning uchun ibodat deb bilish lozim. Ya'ni buning ibodat ekanligi, jannat kirishning yo'li ekanligi, erga osiy bo'lishning o'zi Allohning g'azabiga uchrashga sabab bo'lganligi to'g'riliq bu ayolga chiroyli nasihat qilish lozim boshda. Bu birinchi bosqich. Ya'ni masalan ayoliga sirtqa chiqmang desa unumay chiqmaslik. Sirtqa chiqmang desa unumay chiqadi. Bir yerga bormang palaniyaga desa shu yerga bordi. Masalan. Voy ma pulni xajlamang desa unumay xajlaydi. Voy ma'nosini ammang hozir o'yning iqtisodiy sharoit yer bermaydi desa nimish qildigan adamdan sen pul topmay, alimzod deb uyga alohida lozim bo'lmagan narsa endi. Uyga alohida lozim bo'lmaydigan, lekin boshqa ayollar azab no'shnasini optu deb qoldigan narsa bor endi. Hozir hayotninki naqadar bayoshat ekanligini ifodalaydigan narsa bor endi. Bundaq masalalarda ash'ar umumiy mazmun nima desa, umuman itaatsizlik. Umumiy gaping nol seninki. Men bilganimni qilaman. Xoliqimni qilaman. Mushunga rozi bo'lsang yashaymisan bilan, bo'lmasa yashamayman. Ha, nima deyting deb turasiz. Mushunda deyish aysh nushuz degan mushamda. Umumiy erning taatidan chiqish. Erga bo'ysunishni qulluq deb tunish. Unda bo'lgandan keyin men qul emas, shunga sanga bo'ysunmayman deyish. Bu nushuz shu. Ay Qur'oni Karimdagi vallati takhafuna nushuzahun degan oyatga maqsad mushamda. Demak, birinchi qanday qilish lozim? Bu ayolga nasihat qilish lozim. Bu nasihatlar payg'ambarimizning hadislari bu cennet kirishning yo'l to'g'riliq shunda nasihat qilingan taqdirda bu ayol bu gapni anglamadi. Qaytmadi. Ya'ni erning taatiga kirishga unumadi. Bunda bo'lsa vahjuruhunna fil madaja. Ikkinchi qadamimda, ikkinchi bosqich nima desa, u ayolni yani bir karvatda yetish, keyinni qilib yetish degan gap endi bu. Fil madaja dedi oyatda. Yatırığa yerda degan gap bu. Öyle öğün tashlab turib sirtqa chiqib ketding degan gap emas. O'choqda eg'i kelmaydi ayol kishiga. Yani bu yerda fil madaja dedi, yatadigan yerni da ayolni cho tashlang dedi. Yani er kishi o'zini kontrol qilib, ayolni adablash uchun bo'lgandan keyin bu o'zining taatiga, yani erga bo'ysunishni bir ibodat deb tunaydigan holatga akilish uchun cho desa, bir yerda yotib ayol bilan kar bo'lmaydi. Kar bo'lmaslik. Bu orqali cho agar erda iroda bo'lsa, ayolningmi bu er bilan uy tutqisi bo'lsa, chuqum har qanday ayol bilan tuziladi mush yo'l bilan. Yani uyni tashlab boshqa yerga berib yetaverish yoki boshqa uyga chiqib olib u yerda yetaverish ma'niki hikmatni topmaydi desizlar. Ha, ma oyatdagi hikmat uning bilan amlilashmaydi. Vujudga chiqmaydi. Chuqum bu nada bo'lish kerak? Ya'ni erning yanida ayol bor. Ayolning yanida er bor. Mushundaq holatda
ayaldan şu jiroq turish degan gap. Fil madaji degan shu, yatırgan yerde degan gap. Yatırgan yerde ayolingіз bilan karingiz bo'lmay tashlab qo'ying degan gap buning ma'nosi. Bu maishni shu qilish lozim endi. Yani ayolni yatırgan karvatda tashlash lozim. Chuqum ko'pincha holatda bu foyda qiladi. Aqlli ayollar chuqum bu xato yo'ldan yanidi. Andan bummi kar qilmabdi. Bummi aqmabdi. O ayol erini yaxshi ko'rmaydi ekan masalan. Yoki qanday bir sababdan yani qaddining ziyoda shaxsiyati kuchli ekan deyli masalan. Andan 3-qadamchi bosqich nima desa, vodribuhun dedi. Bu yerdagi urush deganlikning o'zi hamda olimlarimiz buningga, ya'ni payg'ambarimizning hadislari bilan bir necha shartlarni qo'ygan hamda. Bu urushning shart, urush uchun. Birincisi chuqum yuqoridagi ikki bosqichni qilgan bo'lish lozim hamda. Ya'ni nasihat qilgan bo'lishi, undan keyin yataqni bir yerda turib ayolga yaqinlashmaslik, yiroq turishdan iborat bu ikki bosqichni qilgan bo'lish lozim va urushning halol bo'lishi uchun. Xo'sh. Birinchisi eng muhim o'sha oyatda kelgan ikki ishni qilish. Uchinchisi buni qo'shib andan ermi o'zining erlik mas'uliyatini ado qilgan bo'lishi lozim. Ya'ni xotin bilan kari yo'q, nafqasi bilan kari yo'q, ya'ni biznimisi bilan kari yo'q, tashib o'tib xoliga ya jurib, uningdan keyin kelib andan xotin voysan mening gapimga maka ya aniqil, maniqil deb anda o xotin sen bu men xoliga vaqtingda, xotining xolimga vaqtingda yatadaman deb mesela askilik qilgan bo'lsa, zulm qilmagan bo'lish shart qanday asosan? Ha. Yani ayolga mayli nafq tarafdan, mayli har tarafdan, yani o'zining mas'uliyatini ado qilgan bo'lishi, ondan ikki vasilani qo'llangan bo'lishi, bu kar qilmadi, masalan, bu 3 ish. To'rtinchisi urush keldi, bu o'g'a vaqtda chuqum qat'iy yuzga olmaslik lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hatta bu ayolni emas, har qanday vaqtda yuzga urishni cheklagan edi. Hatta hudud ijro qilgan vaqtdimi, masalan, qamchi urish deymiz-ku, arg'ichga odamning. Shu chaqda yuzga urishga bo'lmaydi endi. Yuzga olmaslik lozim, to'rtinchisi. Beshinchisi Allohning la'nati bo'lsin. U bu deb ma shaklda ayolni tillamaslik lozim. Ondan beshinchisi darban g'ayra mubarrih degan. Ya'ni qon aqtmaydigan, qon eqishga sabab bo'lmaydigan va shundaqla alohida qattiq yarqigan, terining rangini o'zgartirib turgan darajada bunda olmaslik deganimdi. Yani hatta alimlerimiz muş ayetning tafsirida din bilan urush desa ajoyib bu ma oyatdagi ne kadar bu adablash uchun, intiqom uchun emas asli bu ayolning uchun shariatdagi durust degan bu urush ayolga o'zining ne kadar kuchli ekanligini ko'rsatib qo'yash, ayolni ne kadar uralaydiganligini bildirib qo'yash emas. Buningdagi hikmat. Bu oyatdagi hikmat nima desa, uyni saqlab qolish uchun, oilani buzmaslik uchun şu alimlerimiz nima degan desa, misvak bilan masalan, hatta kiyimninki pishi bilan deb ashuna deyilgan. Nima uchun desa, bu bir adaplash, akiltib qo'ygandek bir ish ham bir tarafdan. Yani adaplash uchun, adab o'g'itish uchun urdigan urush bu. Shuni bilan birga qattiq olmaslik, yani darban g'ayri mubarrih dedik-ku, zaxmlanadigan darajada olmaslik ham zaxmlangan yerlariga olmaslik. Yuzga olmaslik dedik, undan boshqa qo'saq masalan yoki yurak degandek mumkin vaqt kelsa o'limga sabab bo'ladigan yoki ig'ir zaxmlansa bu insonning umumiy hayotiga ta'sir ko'rsatadigan bunda yerlarga olmaslik. Oltinchisi olimlarimiz qo'ygan, agar bir ayolni qattiq o'simi nimaga kelmaydi ekan? Ya'ni u taati kirmaydi ekan. U ayol u erdan zerikibdi. Uğanның пайдасы yo'q ekan. Uğanның пайдасы yo'q ekan. Agar uğanның пайдасы yo'qligini uqib turib urush harom degan. Chuqum ashunda uğan vaqtda, masalan, az ude, yengil ude, jarohatlanadigan yo qon oqadigan darajada umida
Şu urushdan bo'lgan maqsad cho'qim bu erning isloh qilish bo'lishi. Uni adablab o'ziga qaytirib verish, o'ziga qaytirib verish niyati bilan bo'lishi, niyati bilan bo'lishi, shu asosda urushi agar qachoniki u o ayolni har qancha usumu taat kirmaydi ekan, u turmushdan zerikkanligini bo'ladi ekan, bunda holatda urishuncha harom deydi. O vaqtda intiqomga yoki intiqomga aylanib qoldi o chaqda. Bu kichik bolani urishdan o'xshash. Ya'ni masalan payg'ambarimiz sizlar kichik bolalarni 7 yoshga kirgan namozga buringlar, 10 yoshga kirganda o'qimiz uringlar dedi. Uringlar deganlikning o'zi u bolani shu yuz ko'zlariga urib yarqilib o'tang masalan deganlik emas u. O'qituvchining shogirdini urishimi shu. Bu bizda hamma tarafdan chekinishib ketish shu, bor shundaq masalalarda. Nurg'un erlar ikki bosqichga qat'iy rioya qilmagan asosda u eliqi xotin bo'ladi, atsi gapga unimiz urdi. Ya'ni shu kechirdi shu, ya'ni xotin qildi hamda. Bunda ahvollar eg'ir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam silning biringlar eliqi eshakning egisi eshakni urib nim qilgandek, ya'ni uni ishlatgandek, bunda ishni qilmasin degan. Ya'ni erni adablayman degan irodasi bo'lish lozim. Xotinning yanib turib, yiroq turishni bilish lozim. Masalan, nasihat qilish uchun bu haqdagi diniy hukmlarni, hadislarni bilish lozim. Bilmasa, ustozlardan alohida talab qilish lozim. Ya'ni uyini tutib qolish uchun yo'l qo'yilgan bir hukm bu. Ayollarga bir zulm qiling degan narsa emas bu. Bu hukmda ayollarni kamsitish, haqoratli bo'lish, erlar o'zining xo'jayin ekanligini bildirish emas. Belki aileni saqlab qilish. Bu saqlab qilish yo'lida adab o'gitish yuzidan nihoyatda yengil urush deganlik. Allah razı olsun da bolam. Hemşerimizin yana bir savoli. Mesela ayoliga o'zining fikrini bayon qilish, erkinlikini bermasligi to'g'rimi debdi masalan. Ayol o'zini tushuntirib qo'yibdi, ya bir mening bunda gap qig'ilimi qo'ymaydigan ahvollar. Zulmdan boshqa narsa emas. Ya'ni biz payg'ambarimizning hayotiga qaraydigan bo'lsak, texat abiyatini kelib qo'shib qo'yay. Ya'ni mushu oxirgi 3-bosqich az urib adaplash dedik-ku. Mushummo endi sharaflik odamlar qilgan ish emas. Biz payg'ambarimizning hayotiga qaraydigan bo'lsak, Rasulullohning 9 ayoli bor. Shu ayollarmi farishta emasdi, shu ayollarmi xap qildi. Payg'ambarimizning ochiq kelib ayollarga nafqasini pulni jiqba degan vaqtda bir oy qasam qilib tashlab o'tgan ayolni. Demek şu ayollarmi ço o'zaro bilan kullashib jidallar bor. Bugungi ayoldan bir boshqa farqi yo'q. Bizning tabiiy holda ummahatul mu'minin onamiz. Ularning maqomi, o'rni katta. Hammasi jannat bilan bishorat berilgan. Uningda hech qanday shak yo'q. Demak, shu vaqtda nima deysiz? Ayollik tabiati, kullash masalalari masalan, nafqa masalalari, nurg'un masalalarda, ya'ni boshqa bugungi zamondagi ayollarning hech farqi yo'q. Shularning qidirimi o'zaro talash-tortishlar Bisinin qaçıllarini sundurup etken küllep mesela. Peygamberimizden biz bunda yaşamdık dep nefkini cık talep kıygan vakitleri çok boğan. Aşında turup, hatta Ayşe Hanımızın hadisi var. Peygamberimiz hiç kişimini kulu ile urpakmağan. Meyli hizmetçini olsun, meyli ayallarını olsun, hiç kişimini kulu ile urpakmağan uruş meydanının başka yerde değil. Yani uruş meydanında düşman bilen uruşka vakitta tabii halde düşmanlar bilen uruş kılgan peygamberimiz. Onundan başka yerde demek ki oğlan nima desin? Musulmandan bir adamni meyli olsun, ayal olsun, özünün ayalları olsun ya balları olsun, hizmetçisi olsun, hiç kişimni urpakmağan deb süpetlenir. Şuna o yani şereflik adamlar, hürmetlik sazavar adamlar o ayalını onda urup oltamaydı. Ahlaklar, bunu tanımlayan adamlar. Andım ayallarının erle aldığı fikir, kılış, hakkı, hukuk var mı desin? Elbette vardır. Peygamberimizin, Ayşe Hanımızın Resulullah ile kanda gep talaşkalları ya kandak gep peygallıklı görüşümüz lazım. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın sulhul Hudeybiye'de Resulullah adet mesela hemimiz bölümümüz bu vakalikne Peygamberimiz sahabını hem alıp oldu. Müşahit çeçeğini düşürüp ihramdan çıkınla ömrü kılmayı durup hem de. Sülhedin keyin degenden keyin
sahabeler Resulullah'ın bu gepini ömrüge berişik bolgan muhabbetinin ne kadar yuqurlygy, ömrüge baranmay qaytyp kalganlygy üçin, qaytyşyga mecbur bolganlygy üçin bu kelişimden sebäbinden Resulullah'ın gepini anlap çetinçi düşürmegen haq. Resulullah digen bir katım iki katım dep qarsa hiç kişim Resulullah'ın gepini a muhabbet şu eşip gidemem de muyundan kişi olam dem de ömrü kılanmaymış Mekke'nin tüyden qaytyp gitem dok dep ma narazılık bilen Resulullah'ın buyruğunu icra kılmagan. İcra kılmagan ki Resulullah'ın naayet içip şop şıdırık kirgen vakıtta ayalı bayağı Ummu Seleme radıyallahu anh ya Resulallah özleri ölen başlasılar, şaşların çüsləsilər. Onundan keyin andın şurdo dep aşında meslat vergen. Meslat vergenden keyin Peygamberimiz çıkıp çetin düşügenden keyin hemme sahabe çoğu dese Resulullah'ın çetin düşügenligini görüp şunu onların hemmeyle çetin düşürüşke başlagan. Demek muşunda muhim bir meselede Ummu Seleme anımız meslat vergen Peygamberimizge. Ve onundan başka Ayşe anımızdınki nurgun Resulullah'dan sorgan sualları bunun qarta Peygamberimizin bergen cevapları mesela Resulullah'ın gepi hatta Ayşe anımızga senin açığın kep hoşluğun tutkan vakitte yani mendin köngülün hoş olsa Rabbu Muhammed deysen gep kıyga vaktında Muhammed'in farvedigarı dep mesela Allah'ın ismi bilen gep kılmakçı olsa Rabbu Muhammed deysen açığın gep kağanda Rabbu İbrahim ve Musa dep muyna deysen de Peygamberimiz ayında deylik. Yani demek Ayşe anımız için Peygamberimiz ayında gep kılıp bazı Resul Peygamberimizin kapılap gelip ayında Rabbu İbrahim deydi, Rabbu Muhammed degenin onuğa. Demek dinimizde meyli ayal olsun, meyli balı olsun her kandak bir insanın ki gep kılış hakkı var. Bunu anlaş lazım. Bu şu balla meselesi nurgun ziddiyat, ballanın ata-ana bilen bolgan münasebetinin buzuluşu, nurgun ballanın öğlen taşlap çıkıp ketişi, muşolunun asas sebebi nima dese, kişinin o balla nimi deydi o, nimi gipi var, dep o gipini bir anlap mesela. O ballığı düşenmegen narsini bir düşendirip çıraylık asasta. Muşunda kınmay, aşında gipini anlaşık vakti yetmey, ya ki anlamay, o ballandın deydiğin gipini diyenmey. Şunun bilen keyin çoğu cemiyetin ayında kalayımkan dost tepep, o dostluğa dep, nurgun kalayımkançılık için müşahedin kelip çıkıdı. Şunun için her kandak bir ayal kul emes, her kandak bir er çoğu hucayin emes hem de. Yani huddi Hocayin kulunu baş koğandan ayalını onda baş kurman deyiş doğru emez. Er çokum öyde hocayının ornunda. Yani erinin derecesi ayalınınkinin üstün. Öyünü baş kuruşta öyünün mesulü. Hocayin degen ma ufkum bilen emez, mesul degen ufkum bilen buluş lazım. Yani ma öyünün ilgisi mesulü bir er. De muş asaslı bolsa inşallah bu mesul her kandak meyl ayalı bilen bolgan muamelesi bolsun, meyl ballary bilen bolgan muamelede bolsun, andın özünün mesuliyeti kandak kıyga vaqtda muş aile üçün paydalık boludu. Şunu belgilep, şunu uqup, muş asaslı şu özünün mesuliyetini icra kılış lazım. Allah razı olsun. Müşahederlik Hoşaf Kutsuş Türk bir mesele. Biz Uygurlarda hususen en noçe mesela hatun, en noçe bala, en huzurluk aile fakat mesela oturup cengidiler çıkmagan. Yoldaşı ne bilirsiz şununla hoş deydiğin ayal, itaatmen abdan ayal. Andikin ailemi balla arasında aile fakat cidel çıkmaydigan ya ki taraftaş olmaydigan aile bu en yaxşı dep mında qaraydigan bir qarash bamdı. Bu onda buluş to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin aslida masalan buni nimada tushuntirishda asli eng sog'lom oila, sog'lom munosabat, masalan ayollarning o'rtasida ba'zi tushunmaslik, ixtiloflar bo'ldi, lekin buni o'ltirib hal qila oladigan, masalani yo'qotmaydigan, balla ichida ba'zi yormaslik ishlar bo'ldi, uni darhol vaqtida hal qilib, masalan masalani balalarni yaxshi bir nasihat bilan yo'lga kirgizib qila olgan oilalar, ota-ona yaxshi bo'ladi. Hamda shunda
fakat gap qildirmay, zorluk olan hamma narsa mening gapim gap deb bunda bosh qo'yishmi biroz Bu birinci olab eğer her qandaq bir adam mesela özünün ayalını bir ağız gap qıldımaslıqni, özünün ballarını bir ağız gap qıldımaslıqni, kichigidin tatib zat ballarımı, ayalımı o adamdan qo'rqaydi o ailede. Bu haqiqiy sağlam aile emas bundaq aile. Çoxum o ballar şu kichik vaqtida özünün dadısının kuchi yetmaydigan vaqtda dadısının gapiga bo'ysunudi. Lekin cho'ng'igan vaqt shu desa, ko'pincha holatda bundaq oilada cho'ng'igan bola cho'qim dadasini xap qiladigan, dadasiga bo'ysunishdan chiqib jamiyatning ko'chining edim bo'lib qoladigan holat mushunda oiladan kelib chiqdi. Bu eng diqqat qilish tegishli nuqta. Ya'ni bir ayolning gap qilinmaganligi yo bolaning gap qilinmaganligi mumkin u dadininki ne kadar no'chiligidan emas, dadining ne kadar zolimligidan bo'lib qolish ehtimolligi bor. Ne kadar zolimligidan qo'rqib gap qilinmay, balacho shunda fursat topsa, andan sal cho'ng'igandilar, bütün andın chapanni salib nima deydigan holat shakllanadi. Shuning uchun har qanday bilish, haqqini bilish. Har qanday oilada chuqur ma'lum fikri o'xshamasligi, bola bilan ota-onaning fikrini o'xshamasligi, ayolning ba'zi vaqtda o'xshamaydigan gap qilishi bu normal tabiiy ahvol bu. Chunki biz inson. Chunki biz ma dunyoda yashayotimiz. Biz jannatda emas, biz oxirat kunida emas. Allah subhanahu va taolo oxirat kunida boshqa sifatildi. Va nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin deb sifatildi. Yani cennet kirgan vaqtda shu chaqda talash-tartish tugaydi insonlar ichida. Shu chaqda insonlar haqiqiy qarindosh bo'la oladi. Bu dunyoda bo'ldi ekanmiz. Biz ashu mukammallik yetishga, to'g'rilik qilishga tirishchanlik bilan yashaymiz. Qachoniki men to'g'riga yetdim degan odam xatolashgan odam. %100 mukammallashdim men har tarafdan degan odam-chu, bu xatolashgan odam. Biz mo'min bo'la sifatimiz bilan, musulmon bo'la sifatimiz bilan-chu to'g'rilik qilishga, mukammallashishga tirishmamiz hayotda haqiqiy mukammallikka yetemey bu dünyadan ketimiz. Çünkü hemimiz kullu ibn adama hatta ve hayrul hatta'ina at-tawwabun degan bu hadis içinde. Biz Adem degan bu sıfatning sirtiga chiqolmaymiz. Hayotlan bo'ldi ekanmiz Adem bo'ldi ekanmiz bizdan cho xatolik yuz berishi nihoyat kuchli. Yani ihtimalligi bak bor. Unda bo'lgandan keyin har qanday vaqtda, har qanday bir ota-ona, her qanday bir tashkilot, her qanday bir shaxs mas'ul, mumkin men xato qilib qolaman. Xato deb qolaman yo xato ishni qilib qolaman deb o'zining xato qilib qolish ehtimolligini o'ziga qo'yish lozim. Men har doim to'g'ri qilgan odam degan ma tushunchaga kelib qolsa, eng xato yo'lda men odam bo'lib bo'lacak. Şimdi en oxirgi savol, masalan, qanday qilganda ayol eriga itoat qilgan bo'ladi. Ayol kishi qaysi soatlarda eriga itoat qilish lozim? En birincisi qanday qilgan vaqtda ayol eriga itoat qilgan bo'ldi desa, en birinchi bo'lib eriga itoat qilishni bu bir ibodat deb tunigan vaqtda. Ya'ni ayol kishi xuddi o'zi namoz o'qishi, Ramazon tutishi, Qur'on o'qishi shuni ibodat qo'ydi. Yani Allohning zikr qilishi nurg'un ibodat var. Aş ergi bo'ysunishni bir ibodat deb tunigan vaqtda bu turmush nihoyat go'zal bo'ladi asli. Yani ma'siyatlar bo'lmaydi ekan. Ha, ma'siyat, xato ish qilib buyurmaydi ekan er kishi. U chaqda uning boshqa ishda, to'g'ri ishda ergi bo'ysunishni ibodat deb tunigan vaqtda andan bu ayolcho haqiqiy eriga bo'ysungan bo'ladi. Hem eriga bo'ysunishmi bu chaqda bu ayol eg'imi kelmaydi. Rahat bilan qiladi. Ko'ngil xo'shlik bilan qiladi. İkinci de sualın ikinci ayol kishi erga qaysi jihatlarda itoat qilish lozim? Qaysi jihat itoat qilish lozim desa, masalan, har qanday oilada bir nim bo'ladi hamda. Masalan, cho'qim uydan chiqish, bijaga umumiy izni bo'ladi har qanday oilada. Masalan, Safakuyda masalan, Safakuy desak, bu yerdan do'konga chiqib biznes ekirish bu ishlarga odatda nurg'un oilalarda erlarning umumiy izni var. Yani uşak
Seytigide, sopuntigide, otigide, mevcutigide bir narsaga chiqdi. Bu normal ahvol. Bunun izni bir do'asi odatda. Erlarning umumiy izni var. Bundan masalalarni har doim so'rashning hojati yo'q. Mesela her daim telefon qilib men maldagi do'konga chiqib tuz tugab ketgan akraymo masalan. Unda so'rashning hojati yo'q. Deshvasi bo'lgan masala. Lekin jiroq joyga bormoqchi masalan. Unda vaqtda chuqum yerdan bir so'rab o'tish lozim. Jiroq joyga berishda yerdan so'rash lozim. Alohida ya uyga bir mehmon chiqmoqchi masalan. Bizning do'stlarini chaqirdi. Bundak meselelerdə yerdən bir soru yetiş lazım məsələn. Ya ki bir jiroq bir yerga mehmondoshlik qilmoqchi, bundak meselelerdə soru yetiş lazım. Ya o'zi bir yerda o'qimoqchi məsələn, bir maktabda o'qimoqchi, ya bir kursda o'qimoqchi məsələn. Bundak meseleler yani cemiyette kişiler yani o'zaro bir hamkorlashib bir oilani güzel elib menish uchun qandaq bir ish shunga hassi qo'shadigan bo'lsa, shuni qilish lozim. Ermi qilish lozim o'ziga tushgan mas'uliyatni ayolmi cho'q qilish lozim. Ya onundan boshqa oila bo'lsa o'zi sog'lom bo'ldi ekan, cho'qim eriga cho'q bo'ysunish lozim. Bu alaqqa uni hamma ishni bundan sanab ya bir ish degan olmaydi bu masalada. Her aileninki, her erning bir nimasi var. Umumiy bir uyga qo'ygan bir tuzumi bo'ladi endi. Buni er kishi ayolni qul degan asosda emas. Shunday ahvollar az ancha-muncha yo'q emas jamiyatimizda. Bu ayolni mening bu sherikim hayotdagi, mening bir juftim degan asosda ayol bilan yaxshi o'tash, yaxshi muomala qilish, buni zulm qilmaslik, masalan, bularning hammasining payg'ambar axloqi ekanligini, payg'ambarimizningki xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli degan hadisini o'zining shuari qilsa, ya'ni sizning eng yaxshinglar o'zining oilasiga yaxshi muomala qilaligini, men oilamga yaxshi muomala qilaman deb aytadigan payg'ambarimiz. Payg'ambarimizning yuqorida dedik, ayollarning qadrajida talash tartish u bu batı bir ayolni uğan ishi yo'q. Bizni tillagan ishi yo'q. U bu debço ağzını buzib tillagan bir ahvoli yo'q. Biz aş Resulullah'ninki yaxshi bo'lalaysizlar degan mushu shartiga, mushu sifatga tushishni erlar tirishchilik qilish lozim. Payg'ambarimiz sizning eng yaxshinglar oilasiga yaxshi muomala qilg'ini debdikan. Men shu eng yaxshi deganlardan bo'lishim kerak degan bu shuarni har o'zininkicho birdan bir esiladigan shuari hayot mezoni qilsa, ayol kishi ma ergi bilan bo'ysunishim diniy bir mas'uliyatim bu. Payg'ambarimiz bu shu ergi bo'ysunishni vojib debdikan deb tunsa, bunu bir ibodat deb tunsa, bu oila inshaalloh inoq o'talaydi. Allah razı olsun. Programımızda bu şekilde ahırlaştıraylı. Hürmetli televizyon çıkarındaşlar, bunun bilen bugünkü İslam sual ve cevap namlıq programımız bu şekilde ahırlaştı. İnşallah başka programlarda görüş umudu bilen hem Cenab-ı Allah Teala tapşırdık. Hayır, hoş amını bulunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.